Bolgarka 250 ming so'm. Perforator 300 ming so'm. Gayka yurt 250 ming so'm. Elektro arra 200 ming so'm. Shurpa yurt 200 ming so'm. Picholka 300 ming so'm. Bu instrumentlarni barchasini faqat birgalikda xarid qilsangiz 1 million 500 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Ichidan 4 ta batareykasi to'liq chiqadi. Bolgarkasi 2 xil skorsda ishlaydi bemalol. Perforatori 3 xil rejimda. Bolg'a, molotoy и burunli hammasi aralashib ham ishlaydi. Shurpa yurti ikkita skorsi bor, oldiga, orqaga. Barchasini batareykasi katta batareyka bo'ladi. Gayka yurti 2 xil rejimda ishlaydi. Picholkasi mebelchilar akalarimiz uchun zarur vaqtlarda juda kerak bo'ladi. Lekin katta taxtalarni aralash uchun mo'ljallanmagan. Bog'bonlar uchun novdalarga juda ham qulay bo'lgan trendga chiqqan arra. Profimarket.uz internet do'konimizdagi ushbu naborni 1,5 millionga sotib olishni xohlasangiz, pastdagi tugmalarga o'z ma'lumotlaringizni yozib qoldiring.